Kileyli Şincancı xiyalizmga. Bu Şincancı xiyalizm abay kögününladek Rus Türkologiyasıyla ya Rus ekimi bilen Xitaycı dapşaqlığının arlaşmasıyla çıkan nerse bu Şincancı xiyalizm. Bu yerde bizning Sharq Turkiston davasının bir eybi var. O nima deganda Sharq Turkiston davası 40 yıl 70 yıl dava qilgandan keyin aslida chet elda muaciratda bizning hem akademik hem siyasi bir bulutdek bir mexanizmimiz bo'lishi kerak. Vatandan chiqqanlar buning ichiga kiriblar oldi bilan lug'at so'zini almashtirish kerak. Pan-Turkist yoki bo'lmasa Şinjan Abdunum rayoni G'ulji voqeasi, Urumchi voqeasi deydigan Şinjanchi xiyolizmning yoki Xitoycha gaplarning hammani o'zgartirib, G'ulji qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi deydigan bo'lishi kerak. Bu shart bu. Masalan, Xitoylar Nanjing qirg'inchiligi demay Nanjing voqeasi deb bergan nima deydi ki? Bu narsalar muhim narsalar. Bizning ashundoq bir mexanizmimiz bo'lgan bo'lsa, chet eldan, vatandan yeni chiqqanlar chet elga chiqqanda biz ashadning siyosiy ideologiyasi, Xitoyda qanday yolg'on narsalar bor, hammasini o'tirib qo'ygan bo'ladi. Ham hozirgacha xo'jalar to'g'risidagi Xitoyning ichida yozilgan sotsializm uchun yozilgan qandaq badbashiri asarlar chet elda tushunmagan bo'ladi. Badbash asar deymani axlatlar. Bu yerda men xo'jalar to'g'risida bir gapni deb qo'yay. Xo'jalar davrida Uyg'urlikni inkor qilgandi deb yozibdi qarinchimiz. Men degandek xo'jalar davrida Uyg'urlik degan gap yo'qdi. O gap 20 ya Uyg'urlik degan so'z ya Uyg'ur degan so'zni demayman. Uyg'urlik degan millat hukmi yo'qdi. U Fransiyadan kirgan narsa bizga keyin 20-asrda. O vaqtda xo'jalar bu vaqtda millat desangiz musulmon millati, musulmon emas millati deydi o vaqtda. Millat degan so'zning hukmi shudir. Endi bu yerda qasddan qilingan bir narsa, buni bilmaydigan odam emas qarinchimiz. Endi bu yerda mening biroz xalqimizning diqqatini tortadigan narsa qarindoshlar. Xitoylarning bu xo'jalarni bizga undaq yomon eski mandaq qaloq deyay deganiga ishonmanglar. Rast idea davlati aqtaqliq, qaritaqliq bo'lib bo'lindi ishkiga. Rast o'sha vaqtida bir g'aflat bo'ldi, bir cho'kish bo'ldi. Uning cho'kishining sababi bütün İslam dünyasının çok İpek yolunun çöküşü onun asli sebebi. Bütün İslam dünyası çöktü aşı devrede. Deniz yolu içilgandan keyin. Bizde mi aşındaq vaqalar yüz berdi. Rast aşındaq işler bo'ldi. Tibetlarni aldı verib yalvurdi rast. Ama xo'jalar degan 200 necha yil mavjud bo'lgan bir andiza bu. Bir qitimliq bir davlatning cho'kish tarixiga qarab xo'jalarning hammasiga tamg'ini urush bu Xitoyning ishi. Xo'jalar aqtaqliq, qaritaqliq deb biz nafratlangan yoki Abduvali Ayub efendimdek Şinjanchi xiyolistlar nafratlangan shu xo'jalar Manjular kirgandan keyin Abbaq xo'ja 200 yil yashimidi qarindoshlar. Undan keyingi xo'jalar batdi. Bu xo'jalar 200 yil urushdi Manjular bilan. Masalan, Yoqubbek davlat qurishdan burun teşhide tang etib ketgach deriz yo'q boshqa oyoqqa qarayib bormay, buni o'qiganda qolmay. Yoqubbek badavlat nima qilishdan burun, davlat qurishdan burun 1820-yillarda 1820dan 27gacha xo'jalar to'plangan bir davr bo'lgan. Bu davrda bizda Jahongir xo'ja deb bir odam bo'lgan. Aqtaqliq shu edi, aqtaq. Biz nafratlangan aqtaqliq, qaritaqliqning aqtaqliqi. Jahongir xo'ja Manjularga qarshi urushib, oxirsida tutilib, isyon bostirilgandan keyin jaddi jamiyati qirg'in qilinib, Sharq Turkistonda o'zi nimaga Beyjingga piyoda yolab opirilib, Beyjingda shu Chin sulolasining nimasi tarafidan imperatori tarafidan, podshoh tarafidan so'roq qilinib, Beyjingning ichida 2-3 hafta chamikisak qilinib, oxirsida parchalab o'ldirilib, ustollari Beyjingdagi ishtilarga tashlab berilgan. Bu odamning ismi Jahongir xo'ja. Mana shu odam aqtaqliq xo'ja. Bularga xo'jalar undaqdi, mundaqdi deb Xitoyning og'zi bilan til tekkizish
vijdonsizlik, edepsizlik, şerefsizlik. Bunu unutmayın. Mening açığım kelgini Abduvali Ayıp efendimning o'zi emas. Ma zihniyat. Chet eldimi so'rab juramdi biz bu zihniyatni? Ma'nunga bilan bu zihniyatni ko'mimiz inshaalloh bu qitim. Buningdan keyin Şinjancha realizm, Xitoycha zuvan endi yig'iladi. Bu davr tugadi.